Assalomu alaykum hammaga. Bu sizlarga qanaqa qilib School Edit, ya'nida emoji editini qilishni After Effects'da o'rgataman. Mana birinchi bo'lib mana bunaqa kliplarimizni kesib chiqqan holatda klipimizni yoniga olib borib time'ga o'tib freeze frame bosamiz. Va ikkinchisiga ham freeze frame bosganingizdan keyin chetda mana bunaqa narsa chiqadi. Qo'ygan joyingizga o'zingizlarning emoji tanlagan emojilarni qo'yamiz. Yana bosib turib scale 25 qilamiz. Emojimizga drop shadow degan effektni qo'shib opacity use, distance oldi, softness max qilamiz. Emojining tepasidan adjustment layer tayinlab School Shake qo'shamiz. Bu School Shake'ni kommentariydan topsanglar bo'ladi. Hammasi presetlarni kommentarining tagida qoldirganman. School Shake'dan keyin yana bitta adjustment layer qo'shganimizdan so'ng School Vignette qo'shamiz. Kompozitsiya yaratganingizda mana shu kompozitsiya bo'lishi shart. Ikkinchi klipga borib, mana shu hammasini Ctrl D sifatida ko'paytirib, yoqqa olib qo'yamiz. Agar yana bitta effekt qo'shmoqchi bo'lsanglar, adjustment layer ko'paytirib, yo'ga host effektini qo'shamiz. Adjustment layer ochgan sifatimizda keyframe'dan to'g'rilab chiqamiz. Bildirma shoh. File'ga o'tib export at render queue ikkinchisiga o'tamiz. Kamizdan so'ng nava knopkani bosamiz. Mana bu yerda stereo turgan bo'ladi, monoga o'tkazib qo'yamiz va H264 turishi kerak. Va nomini qo'yasizlar. Render bosamiz. Renderdan so'ng to'pas videoga o'tamiz. Videoni qo'shganimizdan keyin output resolution deganda eng pastda custom resolution bor bosamiz. Birinchisida 1440 va ikkinchisida 1600 bo'lishi kerak. Qilgan sifatida enhancement degan joyga o'tib manualni bosamiz. Mana bu nastroykani qilishingiz shart.
va eksportni bosib yuboramiz. Video ila to'pas bo'lgandan keyin o'sha videoning ustiga bosib New Come from Selection degan joyini bosamiz. Bosganimizdan keyin bitta adjustment layer yaratib, o'zingizlar xohlagan color correctioninglarni qo'shasizlar. Videolar mana shunaqa to'rga bo'lib, bunaqa chiroyli editga aylanadi. Edit tayyor bo'lgandan keyin render joyida o'sha nastroykani qaytargan holatda uni quick time ga bosib qo'yamiz. Nomini o'zingizlar qo'yib olasizlar. Va renderni bosgan holatda YouTube kanalimizga joylab qo'yamiz. Agarda sizlarga video yoqqan bo'lsa va yana ko'proq shunaqa video xohlasangiz, iltimos kanalimizga obuna bo'lib, like tugmasini bosib qo'yasiz. Raqamaga xayr, ko'rishguncha.